Ham bo'lsa ham ko'p o'rnida ko'rasiz. Keyincha aka. Eskisini endi mashinaga solib qo'yamiz endi. Yangisini kiyib olasiz mana. Rahmat. Aka, Sog' bo'linglar. kiyib olasizmi? Yashanglar, rahmat. Iloyim, hech qachon kasal bo'lmang. O'zingizga ehtiyot qilib, vaqtida kirib issiq joyda isinib chiqing opa. Mana shunaqa shirin ovqatlarni qilib berib, yuravering hozir. Kasal bo'lmang. Qormang, ota yaxshimisiz, yumisiz? Opa mana charchamang. Tozaligida siz o'rningiz katta mana. O'quvchilar baxtiga sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Aka qormang, charchamang, sog' salomat. Hamma joyda mana chiroyli qilib tashladingiz mana. Katta rahmat mana. Az bo'lsa ham ko'p o'rnida ko'rasiz mana. Assalomu alaykum. Qalay, sharoitlar yaxshimi? Yaxshi, hamma yaxshi. Hech qachon kasal bo'lmang. Iloyim soppa-sog'ib yuring mana shunday. Assalomu alaykum. Hormang opa. Charchami, yaxshimisiz? Sog'ingiz yaxshimi? Az bo'lsa ham mendan shuni olasiz. Hech qachon charchamang, kasal bo'lmang. Shirin ovqatlar qilib beryapsiz. Baxtimizga sog' bo'linglar. Hormang. Charchamang, olyapsizmi? Salomat. Sog' bo'ling aka. Mana charchamang. Sizlarga ham rahmat. Ana shu yoshlar uchun hech qachon kasal bo'lmang. Hormang opa. Charchamayapsizmi? Endi sog'lik ham birinchi o'rinda. O'zingizga ehtiyot qilib, vaqtida kirib issiq joyda isinib chiqing opa. Ha, ko'p o'rnida ko'rasiz mana. Iloyim sog' salomat bo'ling, charchamang. Ana shu bolalarning vaqtiga, yoshlarning vaqtiga hech qachon kasal bo'lmang. Bormang, aka olyapsizmi? Suyimsiz? Qiynalmayapsizmi aka? O'zingizdan sovqat qo'yganingiz yo'qmi? Yo'q, jeyimiz issiq. Bizni baxtimizga kasal bo'lmang, o'zingizga ehtiyot qiling. Keyincha aka, keyincha, oycha. Keyincha aka. Eskisini endi mashinaga solib qo'yamiz endi. Bering. Eskisini solib qo'yamiz, yangisini kiyib olasiz mana. Rahmat. Mana qarang. Az bo'lsa ham ko'p o'rnida ko'rasiz. O'quvchilarimiz mazza qilib o'qiyapti mana. Rahmat aka, Alloh rozi bo'lsin. Sog' salomat bo'ling, hech qachon kasal bo'lmang. Yashang.